Xorazmda maqom oyligi doirasida 14-inson bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi Nurullayev Anvar hozir sizlarga maqom usullari haqida tushuncha berib o'taman. Maqom nima? Maqom ma'nosi arabcha so'z bo'lib, istiqomat o'rni turar joy ma'nolarida keladi. Shosh maqom 6 maqom degani uzrik, roz, navot, urgoh, siyoh, iroq. Hozir sizlarga uzrik maqomidan tasnif uzrik, tarjim uzrik, gardun uzrikni ham yozib, ham ijro o'rgataman xudo xohlasa sizlarga. Demek, tasnif uzrik asosan o'lchovi 2-4 bo'ladi. 2-4. Birinchi usul baykdan boshlanadi. Keyin bundan boshlanadi. Tasnif uzrik 2-4 o'lchab olib, 1 tak, 1, 2, 3, 4 takda iborat. Tasnif uzrik. Birinchi tovush baykdan boshlanadi. Demak, bayk, bum, bayk, bum bo'ladi. Sanatni sanat chop qaraman. 1 i, 2 i, 1 i, 2 i, 1 i, 2 i, 1 i, 2 chorak hisoblandi. Endi shu sizlarga tarjim uzrik, tasnif uzrikga tarjim uzrikni usulini ikkalasi bir xil. Bu ham 2-4 o'lchovda. Tasnif uzrikdan 1 i, 2 i, 1 i, 2 i, 1 i, 2 i, 1 i, 2 i. Tasnif uzrik bilan tarjim uzrik, ikkalasi usuli bir xil. Faqat nomi boshqa. Tasnif tarjim bo'ladi. Tasnif uzrik, tarjim uzrik bo'ladi. Tushunarlimi? Qani endi endi sen bilan birga ijro qilib ko'ramiz. Qara, endi maqom usullar bir chiziqda yoziladi. Qara. Bir chiziq yuqoridagi tovushlar bayk bo'ladi, pastdagilar bum bo'ladi. Faqat kichkina bayk, kichkina bum bilan ijro qilinadi. Qani demak solamiz. Birga. Yo'q, kichkina bayk bilan ijro qilinadi. Qani. 1 i, 2 i, 1 i, 2 i, 1 i, 2 i yo'q. Bu chorak poza bo'ladi. Baykni o'zi bo'ladi bu yerda. Qani. 1 i, 2 i, 1 i, 2 i ham olamiz. Xuddi tasnif uzrikka ijro qilganingdek, tarjim uzrikka ham shunday ijro qilinadi. Qani. Tarjimdan 1 kichkina bayk bilan 1 qo'rqmasdan chiroyli aytmang. 1 i, 2 i, 1 i, 2 i, 1 i, 2 i, 1 i, 2 i. Молодец. Tushunarlimi? Xuddi shu usulni tarjim va tasnifni yodingda qo'yasan, daftaringga ham yozib olasan, yaxshimi? Qani o'qiysan. Endi o'rgatga. Bu o'quvchilar maktabimizda Nolovayda o'qiydi. Birinchi sinf, xudo xohlasa keyin kelib birinchi sinf bo'ladi. Hozirdan shu yosh doirachilarimizni maqom usullari o'rgatib borishni niyat qildim. Nafaqat niyat qildim, o'rganib borishlari shart va zarur. Shuning uchun hozirdan birinchi darsligimizni iloji boricha maqom usullari bilan, xorazmcha usullar bilan o'rgatib boryapmiz qo'llanganicha. Qani endi uni gapirarkan.
Geloviy taraf. Yakıştamıyorum. Pasif düzlük birinci. Yok, eshitib boshdan. Pasif düzlük. Maqom usullar bir chiziq yoziladi. Yuqoridagilar kichkina bek bo'ladi, pastdagilar kichkina bum bo'ladi, yaxshimi? Qara, demak bek, bum, bek, bum bo'ladi, yaxshimi? Endi sanab chiqamiz tadbirga. 1 2 1 2 1 bek bo'ladi. 1 yo'q, stop. 1 bek bo'ladi. 1 2 1 bum bo'ladi. 1 2 yaxshimi? Yaxshi yodda saqlaymiz. Yaqinlar keling, yana bir solamiz. Bekdan bor. Kichkina bek qaysi bo'ladi bo'lsa, to'rtinchi bo'ladi. 1 2 1 2 bum bo'ladi. 1 2 1 2 1 bek bo'ladi. Bum bo'ladi. Bum bo'ladi. Shuni yaxshimi? Molodez. Demek dersimiz shu bilan yakunlandi.